Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, aka-ukalar. Biz video syomkalarimiz Namangan viloyat Namangan tuman Tepao'ron qishlog'i o'zim xonadonni olib boryapman. Akalar, hafta kuniga chorshanba 1-oktyabr 2025-yil. Xudo xolasa 3 dona yaxshi qo'zi ana Edilboy qo'zi urg'ochlarimiz kelib qoldi. Qo'ldan kelgancha video izoh berishga harakat qilamiz. Videolarni yoqqansa bitta like bosib, shunaqa qo'zi qidirib yurganlarga jo'natib qo'yasiz, deb qolsa. Hurmatli obunachilar, bugungi 3 dona urg'ochdan yaxshidan kelgan. Zo'r bo'lib 100 talik narsa, lekin qoni bordan. Xudo xolasa basharalari yaxshisi, toza qizilidan so'raganlar. Hurmatli obunachilar, dumbar azrajlari o'ta cho'tki. Mana buni juni olib qo'yilgan, mana buni juni bor. Mana buni ham juni olib qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Hammasi xudo xolasa o'ta ideal darajada. Mana buni galbonasi o'ta kuchli mana shu galbonasi. Toza qizil bu. Uchalasi ham. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa 3 dona, bularda yosh oyliklari. Mana sapchiq harakat qilishyapti bular. Yosh oyliklari mana shu chekkadaginiki 6 oylik, monolarki hammasi 6-7 oylikdan bo'lsa, hurmatli obunachilar, xudo xolasa hammasi o'ta ideal darajada. Mana dumbar azrayman. O'ta cho'tki. Bular yosh oyliklar, o'sha aytib o'tganimiz 6-7 oylik bo'lsa, undan ortiq emas. Uchalasi ham bir joyda qo'yib, yeb ichishi, sog'ligi o'ta zo'r, xudo xolasa, o'ta ideal darajada. Hurmatli obunachilar, qo'ylarimizda yangi yilga borib turib, yangi yilda ham qo'chqor qo'shsa bo'laveradi. Unga qo'chqor qo'shib bo'lmaydi. Endi kimdir hozir qo'chqor qo'shib qo'yaman, qo'chqor zo'ridan keladi deganlarga ham nima qilaveramiz, lekin yoshroq pachara bo'lib qoladi. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. Ideal dumbar azrajlari ham o'ta dahshat, xudo xolasa. Uchalasi ham zo'r. Bularni bo'ylari mana shu kichkinasiniki 70 plus-minus, qolganlarning 12tasiniki 75 plus-minus. Bu ikkitasiniki. Hurmatli obunachilar, 70 plus kelaversa, xudo xolasa uyaltirmaydi. Hurmatli obunachilar, hamma qiziq narxida buni men videoni ko'p cho'zolmayman. Bularning qulog'i chiqsa 18 dan chiqadi. Kimdir qulog'ini o'lchab bering deydigan o'lchab tashlayveramiz. Quloq chiqsa 18 dan chiqadi. Lekin uncha kalta emas, xudo xolasa o'ziga yarasha o'ta cho'tki, xudo xolasa hammasi ideal darajada. Mana dumbar azrayz tikka. Mana hurmatli obunachilar, qisir hali buloq, hali qochirib bo'lmaydi. Mana xudo xolasa o'ta ideal darajada. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bularning hamma qiziq narxi bo'ladigan narxi 4.100.000 so'mdan dastavkasi Samarqandga yetib boradi. Xudo xolasa uchalasi bir joyga. Tanlab olishga 100.000 ag'i, 100.000 bag'i. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa mana shu qo'ylarni tavsiya qilaman. Zo'ridan boqaman deganlarga mana shularni tavsiya qilamiz inshaalloh. Qo'zlarimiz o'ta ideal darajada. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Bugunga xudo xolasa 3 dona qo'zi kelgan. Qo'ldan kelgancha video qilishga harakat qildik. Videolarimiz xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.